iltimos. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Kattami mahallasini Kichkina qishloqda yashayman. Sharoitim og'ir, davlashga sharoitim yo'q. Kazanga tekshirtirdim, kazanda titrga olib chiqishga imkoniyatim yo'q uchun chiqolmadim. Aholi insonlar, sizlarning ko'magingizga muhtojman. Balamni zolaga olib borib davolashga yordam beringlar. Har doim qo'lim duoda bo'lasizlar. Iltimos. Hammasi Alloh sinab, Alloh sevgan bandalarni boshiga tashvish berib sinadi. Mana shu ekranda ko'rsatilgan kartalarga o'zlaringiz ehsonlaringizni ko'ngildan chiqarib tashlasanglar xursand bo'ladi. Ehsonni mukofoti ehsondir. Qalbdan chiqarib yurilgan ehson Allohning o'z dargohiga qabul qiladi. Mana shu Sherzod Jami nomiga ochilgan kartalar tashlab beringlar qo'llaringizdan kelguncha dori-darmonlariga borib tekshirtirishlariga, onaga yordam bo'ladi. Hammalaringiz iltimos qilib so'rayman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga mal ihsonu ihson nima deganlarida Rasulimiz alayhisolatu vassalam al ihson shunday narsaki an ta'budulloha ka'annaka tara fa in lam tara va huwa yarak dedilar. Ihson demak o'zi aslida yaxshilik bu. Xolislik, beriyo bo'ladigan amal ibodat ekan. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytibdilarki, ihson shunday narsaki sen Allohni ko'rib turganingda ibodat qilishliging. Agar bunga qodir bo'lmasang, Alloh seni ko'rib turganini his qilib ibodat qilishliging dedilar. Mana shu ihson bo'ladi. Nima uchun? Boshqalar ko'rsin uchun emas. Alloh uchun qilinyapti-da bu narsa. Ana shuning uchun bizni qiladigan mana bu ihson sadaqatlarimizga ham shu atama ishlanib qolgan bizda. Ihson deyishlikdan maqsad bu faqat Alloh Amin. Shu bergan ihsonlaringizga, birlaringizga ming bersin. Ukajonlarim, singiljonlarim, sizlarga katta rahmat. Ballar huzur halovatini ko'ringizlar. Mushkullaringizni qo'sha qaringizlar. Baxtli bo'lingizlar. Meni yo'qlab ketsa, sizlarni Xudo yo'qlasin. Ilohi amin. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo, ketib olay. Poyin tavof etib olay.